Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Dam olish kunlari harorat biroz pasayadi va yomg'ir yog'adi. Dam olish kunlari O'zbekistonning ko'plab hududlarida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat +22, +25 daraja atrofida bo'ladi. Ayrim joylarda shamol kuchayib, chang-to'zon kuzatilishi mumkin. O'zbekiston bo'yicha may oyining birinchi kunlarida bahoriy ob-havo bo'lishi kutilmoqda, deya xabar berdi O'zgidromet. Respublika hududining katta qismida yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati va Navoiy viloyati shimolida yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro viloyatida va Navoiy viloyati janubida asosiy yomg'irlar bugun yog'adi. 2-3 may kunlari esa faqat ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 1-mayda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Juma kunduzi havo harorati asosan +27, +30 daraja, dam olish kunlari esa +22, +25 daraja iliq bo'ladi. Shimoli g'arbiy hududlarda juma kuni eng salqin +20, +23 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Yakshanba kuniga borib esa havo harorati +27, +30 darajagacha ko'tariladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida 1-3 may kunlari vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan kuzatiladi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkent shahrida juma kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat +28, +30 daraja iliq bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechalari +13, +15 daraja, kunduz kunlari +22, +24 daraja iliq bo'ladi. 1-2 may kunlari shamol tezligi 10-12 metr/sekundgacha kuchayishi, bugun kunduzi shaharning ayrim joylarida chang-to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: gazeta.uz sayti.